5-sinf tarix. O'zbekiston vatanim manim. Kirish. Vatan arabcha ona yurt degan ma'noni bildiradi. O'zbekiston o'tmishda Turon, Movarounnahr va Turkiston nomlari bilan ataldi. Yurtimiz o'zining go'zal tabiati, unumdor tuprog'i, bitmas tuganmas boyliklari bilan doim barchaning e'tiborini tortib keladi. O'xshashi yo'q bu go'zal bo'ston, dostonlarda bitgan guliston. O'zbekiston deya atalur, uni sevib el tilga olur. Hamid Olimjon. Davlatimiz salkam 3000 yillik tarixga ega. Bu davrlarda mamlakatimizdan jahon ilm-fanining rivojiga bebaho hissa qo'shgan buyuk allomalar, olimlar yetishgan. Bugun O'zbekiston dunyoning 50 ta rivojlangan davlatlaridan biri bo'lishga intilmoqda. Bizning birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov o'zining yuksak ma'naviyat yengilmas kuch asarida o'z tarixini bilmaydigan, kechagi kunini unutgan millatning kelajagi yo'q deb bekorga aytmaganlar. Bu degani har birimiz tariximizni puxta bilishimiz shart degan. Dunyo xaritasiga nazar solsak, vatanimiz O'zbekiston Respublikasi Markaziy Osiyo mintaqasi qoq o'rtasida Amudaryo va Sirdaryo oralig'ida joylashgan. O'zbekiston hududi shimoliy g'arbda Turon past tekisligining, janubiy sharqdan esa Tian-Shan va Oloy tog'larining, janubiy g'arbda Qizilqum cho'llarining bir qismini egallaydi. O'zbekiston 1991 yil 1-sentyabrda mustaqil bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi tarkibiga 12 ta viloyat va bitta suveren respublika, ya'ni Qoraqalpog'iston Respublikasi va bitta mustaqil shahar Toshkent shahri kiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasiga esa 16 ta tuman, 12 ta shahar, 14 ta shaharcha, 124 ta fuqarolar yig'inidan tashkil topgan. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Osiyoning markazida joylashgan mamlakat. Poytaxti Toshkent shahri, davlat tili o'zbek tili. Maydoni 448.978 km², ya'ni 56-o'rinda turibdi. Aholi soni hozirda 38.107.166 kishini tashkil qiladi. 43-o'rinda eng ko'p aholi bo'yicha. Pul birligi so'm. Nodavlat tashkilotlar O'zbekistonni fuqarolik huquqlari cheklangan avtoritar davlat deb ta'riflaganlar. O'zbekiston berk hududda, ya'ni qirg'oqqa ega bo'lmagan 5 ta mamlakat bilan chegaradosh. Shimoldan Qozog'iston, shimoliy sharqdan Qirg'iziston, janubiy sharqdan Tojikiston, janubdan Afg'oniston, janubiy g'arbdan esa Turkmaniston bilan chegaradosh. Hozir bu mavzumiz bo'ldi, qisqacha kirish qismi. Vatan haqida, O'zbekiston vatanimizda qayerda, millati qancha, kimlar bilan chegaradoshligini bilib oldik. Endi ikkinchi mavzumizga o'tamiz, tarix fani haqida. Tarix millatning o'tmishi, taraqqiyoti ham tanazzulining sabablarini o'rganadigan ilmdir. Abdurauf Fitrat. Tarix arabcha so'z bo'lib, o'tgan voqealar haqida hikoya degan ma'noni anglatadi. Tarix odamlar yer yuzida qachondan beri yashayotganligi, hozirgi kungacha qanday yetib kelganligi haqida ma'lumot beradigan fan. Tarix ajdodlarimiz qanday yashagani, nima bilan shug'ullangani, turmush tarzlari, dini, e'tiqodi haqida bilishimizga yordam beradi. Tarixiy xotira. Tarix fanini o'rganish bizda tarixiy xotirani shakllantiradi. Inson qachonki jahon xalqlari va o'z ajdodlari haqida yaxshi bilsa, shundagina tarixiy xotira shakllanadi. Tarixni bilmagan inson olis va yaqin, ajdodlarini bilmagan odam kelajagini ham tasavvur qila olmaydi. Ya'ni o'tmishimizni, qanday kelib chiqqanimizni, hammasini bilishimiz uchun biz tarixni o'rganishimiz kerak. Tarixiy manbalar. Tarixning poydevori bu manbalardir. Manba ikki xil bo'ladi: moddiy va yozma manbalar. Moddiy manbalarga inson qo'li bilan yaratgan narsalar, masalan, qadimiy shaharlar, qal'alar, sug'orish inshootlar, uy-ro'zg'or va zeb-ziynat buyumlari, tangalar, mehnat qurollari va boshqa o'tmishdan kelgan yodgorliklar kiradi.
Yozma manbalarga o'tmishda qoyatoshlar va qattiq buyumlarga o'yib chizilgan suratlar va yozuvlar, hayvon terisi va daraxt po'stlog'i, qog'ozga yozilgan barcha qo'l yozma va kitoblar yozma manbalarga kiradi. Arxeolog kim? Arxeologlar qadimgi moddiy madaniyat yodgorliklari asosida qadimgi davr tarixini o'rganuvchi olim. Arxeologiya esa qadimshunoslik, qadimgi moddiy ma'naviy yodgorliklarga asoslanib o'tmishni o'rganuvchi fan. Etnografiya xalqlarning kelib chiqishi, xo'jalik yuritishi, turmush tarzi, madaniyatini o'rganadigan fan. Antropologiya odamning kelib chiqishi va evolyutsiyasi, irqlarning paydo bo'lishi, odamning tana tuzilishidagi farq, tafovut, o'zgaruvchanlik haqidagi fan. Shajara arabcha daraxt degan ma'noni anglatadi, ya'ni odamlarning ota-bobolari, ajdodlari haqida ma'lumotlar majmui. Iyeroglif bu belgili yozuv degan ma'noni anglatadi.